Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Yana bir nima bo'yicha men sizlarga xabar yetkazmoqchiman. Men endi izlanyapman, kitoblarda qarayapman, tajribalilar bilan suhbatlashyapman. Asosan bu nima bo'yicha izlanib topgan narsalarim 70-90 kilogramlik qo'ylar uchun donlarni taxminiy nisbati 70-90 kilogramlik qo'ylar uchun. Bo'ptimi? Mendagilar hozir shunaqa desa bo'laveradi. 100 ga ham o'tib ketganlari bor. Qancha nisbatda don beriladi? Birinchi Makka 40-50% Makka beriladi. Bu energiyasi eng kuchli donlardan hisoblanadi Makka. Keyin arpa 25-35% arpa beriladi. Foiz emas, foiz arpa beriladi. Demak 70 kilolikka 25%, 100 kilo 90 kilolikka 35%. Bu semirishi va hazm uchun yaxshi arpa. Uchinchisi bug'doy 10-20%. 100 kilo yem tayyorlasanglar 10-20% degan so'z 100 kilo yemni ichida yo 10 kilo yoki 20 kilo bo'ladi. Bu bug'doy 10-20% bu ko'p berilmaydi bu. Ko'p berilmaydi, ozroq berganlar tuzuk. Shundan ko'paytirib yubormanglar. Kepak 10-15%, hazmni yaxshilaydi kepak. Kunjara 8-15%. Oqsil uchun. Bu kunjara, pista kunjara men aytdim, bilib, netib, ko'rib olasizlar. Bu to'g'ri kelgan joydan olavermaysizlar. Ko'rib, hozir haligi kustarni bo'lib ketgan, hamma narsa qo'shadi, qo'shmaydi, shunaqa bo'lib chiqib ketgan. Haligi kunjara bo'yicha, pista kunjara bo'yicha meni kanalimga obuna bo'lib turib, menga kommentariyda nomerlarni tashlasanglar, men sizlarga telefon qilamanda qayerda ana shu 2600 so'mlik pista kunjara qayerda bor? Nomerini men sizlarga aytaman, gaplashib olasizlar. Bu tarmoqni o'zidan beradigan bo'lsam, u reklama bo'lib qoladi, sizlar borganlarcha u yerdan tugab ketadi. Beda yoki pichan albatta bo'lsin. Tuz va trikalsiy fosfat ham bo'lsin. Don bir daniga ko'p berilmaydi, deyapti. Don bir daniga